Mana bu zamonaviy binoning nomi Shohrux. Ushbu proyekt mashhur hind aktyori Shohrux Xonning nomiga qo'yilmoqda. Eng qizig'i, bundan uni o'zi xabardormi? Aynan shu savol bilan qiziqib, uning sahifalarini tekshirdim va albatta u Danube quruvchi kompaniyasi bilan hamkorlikda ushbu proyektni amalga oshirmoqda. E'tibor bering, juda go'zal, juda chiroyli, o'ta zamonaviy. Bu yer to'liq ofislar, ya'ni tijoriy maqsadda foydalaniladigan ko'chmas mulk obyekti hisoblanadi. Bu yerda boshlang'ich narxlar pastki qavatlar $11,000 dan boshlanadi, yuqori qavatlar esa $13,000-14,000 dan. Bu yerga investitsiya qilib siz kelajakda bir necha barobar foyda qilishingiz mumkin. Sababi joylashuv Dubayning eng asosiy ko'chasi Shayx Zaydda joylashgan. Bu yerdan ko'chmas mulk sotib olish uchun e'tibor bering, mana shuncha odam yig'ilgan. Bu yerda xaridorlar, bundan tashqari ularning agentlari ushbu proyektlar haqida yaqindan tanishmoqda.